Assalomu alaykum, qadrdonlar. Bugun gapimiz shu maktabga taalluqli gapda. O'zim ham hozir 49 yoshda bo'lsam, 23-25 yoshlarda maktabda ishlaganman. 3,5 yil ishlaganman. 25 atrofida esimdan chiqdi hozirroq. Shu boshlang'ich sinflarga dars berganman. Hozir gapiradigan gapim shunchaki, videolarda ko'ryapmiz, o'quvchi bilan o'qituvchilar janjallari. Juda qiyin masala. Et bilan tirnoqda ajratib bo'lmaganda endi o'quvchi ham o'zimizniki. Uni aytsak, qoralasak, bu qoladi, buni qoralasak, u qoladi. Bu yerda muammoni yechimini qandaydir qilib topishimiz shart bo'lyapti-da. Keyin yana bir shunga aloqasi bo'lib kelayotgan narsa shuki, o'quvchilarimiz, masalan, meni katta farzandlarimdan hozir Xudoga shukr nevaraman bor va kichkina farzandchalarim ham bor hali, maktab yoshdagilarim. Maktabga yoshdagilarim. Bularni hozir men tekshirib boryapman-da, endi o'zim ham oldin ishlaganman shu sohada. Nima demoqchiman? Maktabga ertalab boradi masalan. Obeddan keyin o'qiydilar. Ertalab maktab vaqtigacha o'zi 3 soatlab repetitorga boryapti. Keyin kelib chala-chulpa ovqatni yeb yana darsga ketadi. Yoki tushlikka ham kelmay qolyapti. Shu tushlikka pul beramiz, shu bufetdan bir narsa olib yeb darsga kiryapti. Buni nima deyman? Shu agar mana 24 soat vaqtimizda kunduzlikka to'liq ular ishga borgandagi gapda, mana ishga boramizki, katta odamlarimiz ishga boradi, kechqurun kelganda bolalarimiz kunduzi ishga boradi maktabga. Obedgacha ham boryapti, tushgacha ham, tushlikdan keyin ham boryapti. Ular kallasi charchab qolyapti deb o'ylayapman-da. Bunga yechimi shu, darsni o'zini bir kuchli dars qilib beradigan yo'ldan qilsak qanday? Shu repetitorga shu bolalarimiz bormay tursa, repetitorga qachon borsin, mayli. O'qishga kirish oldidan 10-klass, 11-klasslarda borsa, mayli repetitorga borsa. Men shu vaqtda to'g'ri deb o'ylayman. Men bu odam bilimi yetarli bo'lmay qoladigan bo'lsa, shunda borsa bo'ladi. Bularga yuklamani ko'p qo'ymayapmizmi hozir? Bolalar ozroq o'ynash kerak, ozroq dam olish kerak, ota-onaning tarbiyasini olish kerak. Bu ana shunday chiqqan bo'lmasa, bu yoqqa o'xshamay qolyapti-da. Deyman, mana hozir meni katta o'lcham 4-klass tugatdi. 41 ta o'quvchi bo'ldi klassida. O'zim ham o'qitganman. 3 ta bolaga o'qitish qiyin bo'ladi. 4 ta bolaga qiyin bo'ladi masalan. 41 ta bolani o'qitayotgan o'qituvchi qanday ularga vaqt ajratsin? Qanday tarbiya bera olsin masalan yoki qanday bilimni o'rgata olsin? Mana hozir maxsus maktablarga borib o'rganib ko'rdim. 12 tadan juda bo'lmasa 16 tadan o'quvchiga dars berar ekan. Shunda haqiqatan bir narsani kutsangiz bo'ladi-da. Endi to'g'ri, vatanimizga rahmat. O'qituvchilarga pul topish oson emasdir. Lekin shuni masalan yechimini topsak demoqchiman-da. Mayli shu budjetda ishlaydiganlar qanaydir bir yo'llarini topib, shu ozroq shu o'qituvchilarga sal ko'proq ajratib, shu klasslarda 40 ta, 41 talab emas, shu 16 ta, 12 ta, 14 ta ana shunday qilib klass qilib bersakdan, keyin o'qituvchilarga ham bir konkurs bo'lsin mayli. Mayli kamroq bola o'qitasang, yaxshi o'qitsang o'qit deb turing. Shu ketin ota-onalarim ishlaydi-da, oyligini oshirib beramiz deb nima qilaylik. Shu nima demoqchimanki, repetitorga bormay tursa, mana shu yosh bolalarimiz, boshlang'ich sinflarimiz yoki masalan 5-6-klasslar ham shu 4 soat, 5 soat maktabda o'zida shunday bir yaxshi o'qib kelsin, yaxshi o'qib. Shu repetitorga ularga qolmasin demoqchiman-da. Talab qoldirmasin. Shu talab o'sha maktabda o'zidan olsa. Bolalarimiz qolgan vaqtiga uyda shu ota-onasining oldida tarbiyasini olsin. Xolos katta o'ynasin, katta kitob o'qisin, shunaqangi nima. Bizlarki hozir men yana takrorlayman, 5-dan keyin o'qiydigan bolalarim, 2 ta bolam o'qidi, mana hozir tukadi darsi, lekin hozir ham ertaga ular yana repetitorga boramiz deyapti, tayyorgarlik ko'ryapti. Bu qanday bu? To'g'ri kelmaydi o'ylayman-da. Charchab qoladi. Obedgacha ham dars, obeddan keyin yana dars.
xuddi kunimdan ishlagandek gapda. Shu bolalarga yuklamani ko'paytiryapmiz. Shundan keyin boyagi bolalar darsga qiziqmay qolyapti. O'qituvchilar o'qitishi qiyin bo'lyapti, darsga jalb qilishi qiyin bo'lyapti. Qiziqmagan bolani jalb qilib bo'lmaydi. Boyagi bolalar darsdan bezib qolgan. Obedgacha ota-onasi pulini to'lagaman, bor deydi. Boratdan keyin qiziqmasdan borib bo'lmaydi-da u. Shunga bir yechimini topamizmi? Savollarni bir fikrlaringiz bormi? Yaxshi kunda ko'rishaylik.